Assalomu alaykum hammaga. Bugun juda dolzarb mavzu haqida gapirmoqchi edim. Bugungi mavzu fikrni pozitivga jamlash va shaytonning va'dasi haqida. Rivoyatlarga qaraganda, shayton Allohdan bir kunning ichida insonga 660 marotaba yo'ldan ozdiruvchi fikrlarni taklif qilishga izn so'ragan ekan. Shunday ekan, hayolimizga har xil fikrlar kelishi bu tabiiy hol. Misol, siz birov bilan urushib qoldingiz va kun davomida o'sha insonning urush ssenariysi xayolingizga kelyapti. U bunday desa, men bunday deyman. U meni tanqid qilsa, men ham uning minus tomonlarini pesh qilaman. O'zi aybdor ekanligini albatta isbotlayman deb qo'lingizga boks qo'lqopini kiyib olib, xayolingizda rosa u inson bilan urushasiz. Keyin bunday qarasangiz, nimadirlar qilaman deb rejalashtirgan kuningiz allaqachon tugab bo'lgan bo'ladi. Natijada ishlaringiz yurishmaydi. Sog'liqda muammolar, munosabatlar, karyera hammasi orqaga torta boshlaydi. Diqqat bu sizning energiyangiz. Diqqatingizni qayerga qaratsangiz, o'sha programma o'sha masalada rivojlanish bo'ladi. Siz o'zingizning haq-nohaq programmangizni qancha diqqatingiz bilan boqsangiz, bu programma shuncha kattalashib sizni o'z domiga tortaveradi. Natijani ko'rib keyin nima deysiz? Meni kimdir issiq-sovuq qilib qo'ygan-o deb qo'yasiz. Keyin o'z diqqatingiz bilan issiq-sovuq programmasini boqishni boshlaysiz. Ana shunday qilib, azizlar, siz butun hayotingiz davomida sizga yoqmaydigan programmalarni aktivlashtira boshlaysiz. Siz xohlaydigan ssenariyalar, programmalar esa faqatgina orzularingizda qolib ketadi. Sizlarga yordam sifatida bitta praktika bermoqchiman. Demak, praktikani boshlaymiz. Xayolingizga siz xohlaydigan ssenariy, fikr va programmalar kelishni boshlayaptimi? Ichingizda qaytaring. Men baxtni tanlayman. Men sog'liqni tanlayman. Men to'kin sochinlikni tanlayman. Men yorug'likni va nurni tanlayman. Men shartsiz munosabatlarni tanlayman. Men sevish va suyukli bo'lishni tanlayman. Deb xuddi shunday qilib, xayolingizda qanday fikr kelsa, aynan uning aksini yoki antonimini tanlab keting. Keyingi kontentlargacha omon bo'ling. Agar mening fikr va mulohazalarim ozgina ham yoqgan bo'lsa, kommentariyalarda o'z fikrlaringizni bildirib, like qo'yish eslaringizdan chiqmasin. Xayr, omon bo'ling.